Videomiz boshlandi. Videoni boshida ko'pchilikni qiziqtirgan A13 Royal Pass ma'lumotlarini ko'rib chiqamiz. Keyingisi 10-RPimiz. 10-RPimiz esa P90 quroliga mana shunaqa legendarniy skinni qo'lga kiritamiz. Bu skinimiz o'sha 1-RPni kostyumiga sal-pal mos bo'ladi. 20-RPda esa shlemga skinni qo'lga kiritamiz. Mana 1, 2 va 3-leveldan ko'rishlar mumkin. Shlemimiz ham o'sha eskicha qanaqadir shaxtyorlarni eski zamonlarda shlemiga o'xshab yasalgan, ko'rinishi yomon emas. Keyingisi 30-RP. 30-RPda esa revolver quroliga, pistoletiga mana shunaqa oltin rangli skinni qo'lga kirita olamiz ekan. Legendarniy bo'ladi, ko'rinishi yomon emas. Keyingisi 50-RP. 50-RPda PUBG Mobiledagi o'sha NS2000 nomli chochma o'qli drabovik quroli bor. O'sha qurolimizga mana shunaqa tilla rangli skinni qo'lga kiritamiz ekan. Birinchi leveldagi ko'rinishdan ko'rishlar mumkin. Mana bu esa o'sha full bo'lgandek ko'rinishi. Hozircha kilchatini ko'rinishi yo'q, lekin mana shu sochma o'qli qurol uchun skin qo'shilarkan. Qalay 50-RPni kuchaytiradigan qurollar sizga yoqdimi, yoqmadimi? Kommentarda o'zingiz fikringizni qoldiring. Keyingisi 55-RPda MK14 qurol uchun mana shunaqa oltin rangli skinni qo'lga kiritamiz ekan. Buni ham ko'rinishi chiroyli, kolleksiyamizga tushadi, legendarniy bo'ladi. Keyingisi 60-RPda ryukzakka legendarniy skinni qo'lga kiritamiz. Mana 1, 2, 3-leveldan ko'rishlar mumkin. Sal-pal oddiy atak. Mavzusiga mos normalniy ryukzak bo'ladi deb o'ylaymiz. Bu prosta rasmi xolos. Keyingisi 75-RPda esa ko'pchilik xursand bo'lsa kerak bu yangilikni eshitib, UAZ transport uchun, tepasi ochiq UAZ uchun mana shunaqa oltin rangli skinni qo'lga kirita olamiz. Ko'rinishi ham emas, o'zi ham chiroyli, zo'r ishlashgan. 90-RPda esa xanjarga mana shunaqa skinni qo'lga kiritamiz. Menimcha xanjar bilan o'sha 100-RPni qanaqadir emotsiyasi bo'ladi, katta ehtimol bilan. Hozircha u haqida ma'lumotimiz yo'q. 90-RPni quroli shu bo'ladi. Keyingisi va nihoyat 100-RPni mifitskiy kostyumi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi, ko'rishlar mumkin. O'g'il bola personajga mos bo'ladi. Qanaqadir hilpiradigan orqasida narsasi ham bo'ladi, lattachasi va sochi sariq rangda bo'ladi. Mana bu fonusli qovoq AKM quroli keyingi premium kesimizda kuchaytiradigan qurol bo'ladi. Keyingi premium kesimiz 16-may sanasida o'yinga qo'shiladi. Ungacha kes yig'ib mana shu kalashni tushirib olishingiz mumkin. Birinchi leveldagi ko'rinishi shu. Keyingisi bunaqa tutuni, 3-level mana 1 bilan 3 farqi. Normalniy, bilinarli darajada. 4-levelda kilchati chiroyli, endi o'sha payt uchun chiroyli kilchat bo'lgan. Hozir ham normalniy. Lekin hozirgi kilchatli qurollar ichida baribir buniki uncha zo'r emas. Keyingisi bunaqa osil chaqchasi paydo bo'lib qoladi. Bunaqa finalniy ko'rinish paydo bo'ladi, ko'rishlar mumkin, chiroyli. Yonadigan joylar ko'payadi va loot qutisi ham bunaqa chiroyli Halloween bo'lib qilib yasalgan. Xullas, endi rasmni ko'rishlaring mumkin. Bu o'sha keyingi sezonimizda bonus passning rasmi. Bunda o'sha birinchi RPsidagi, birinchi BPsidagi kostyumni ko'rishlar mumkin. Pushti qizlarning kostyumi qo'shilar ekan. Qo'lida Honey Badger, ya'ni uni inventordan ko'rsataman. Va mana bu Honey Badger quroli uchun kuchaytiradigan qurolni keyin u ham pushti ko'rinishda o'sha qizlar bo'lib bo'lar ekan va mana bu Mirado transporti uchun o'sha kuchaytiradigan skinni keyingi bonus passdan qo'lga kirita olamiz ekan. U ham pushti rangda, afsuski qizlar bo'lib yana bonus pass chiqar ekan. Kolleksiyamizga olib qo'ysak bo'ladi, chunki Miradoga mana uncha odamdan skin bo'lmasa kerak, olib qo'yib kilchatli Mirado qo'lga kirita olamiz ekan. Xullas, keyingi bonus passimizda mana shunaqa skinlar qo'shiladi. Xullas, shu bilan video